Bir kuni bir cho'ponni iti dunyodan o'tib qolibdi. O'lib qolgan itini olib borib musulmonlar qabristoniga dafn qilibdi. Ko'mayotganini ko'rgan odamlar buni qozi kalonga shikoyat qilishibdi. Qozi cho'ponni oldiga chaqiribdi-da, aytibdiki, "Sen qanaqa ahmoq cho'ponsan? Iting o'lib qolsa qabristonga dafn qilasanmi? Bo'lib ham musulmonlar qabristoniga dafn qilasanmi?" debdi. Cho'pon aytibdiki, "Hurmatli qozi janoblari, men o'zi bunaqa ahmoqchi emas edim, lekin bu itimni vasiyati. Vasiyatini amalga oshirish uchun uni shu qabristonga dafn qilishga majbur bo'ldim" debdi. Qozi kalonni jahli chiqib ketib, "Sen qozi bilan o'ynashyapsanmi? Men bilan hazillashadigan darajaga bordingmi? Qanaqa iflos odamsan?" deb jahli chiqib so'kib ketibdi. Keyin aytibdiki, "Hurmatli qozi janoblari, men hazillashayotganim yo'q. Rostdan ham musulmonlar qabristoniga dafn qil deb aytdi. Uni ikkinchi vasiyati ham bor edi" debdi. Nima ekan u ikkinchi vasiyat desa, "Men o'lganimdan keyin qozi kalonga 1000 tillo tanga berasiz. Bu meni ikkinchi vasiyatim" deb aytdi desa, qozi kalonni o'sha joyda birdaniga tusi o'zgarib aytibdiki, "Ey haloyiq, to'g'ri aytayapti. Bu odamni iti juda aqlli it ekan. Shunaqa itlar o'tgan. Tarixda mana ashobi kafni itlari bo'lgan-ku. Buni iti shunaqa itlardan bo'lsa kerak. Bo'ldi" debdi. "Siz jazodan ozodsiz" debdi. "Menga itingiz vasiyat qilgan 1000 tillo tangani olib kelaversangiz bo'ladi" debdi. Shu yerda haligi cho'pon o'rnidan turib aytibdiki, "Ey odamlar, ko'rdingizlarmi? Vaziyat insonni o'ziga kelganda, hukm insonni o'ziga kelganda, insonlar doim hukmdan qochishga harakat qilishadi. Birovni vaziyatiga baho berib turib, kimnidir ahmoqqa chiqarish, aybdorga chiqarish, uni yomonlash, yomonotlik qilish, g'iybat qilish hammani ham qo'ldan keladi. Lekin vaziyatni tizgini qo'lingizdan chiqib ketib, nishon o'zingizga to'g'ri kelib qolganda, arosatga kelib qolganingizda, siz uchun har doim yaxshi tomoni bo'lsin deb, o'zingizning manfaatingizni o'ylab turib, yaxshi tomon olaverar ekansiz. Bu hamma insonlarga to'g'ri kelaveradi. Hamma insonlar ham vaziyat o'ziniki bo'lganda, doim o'ziga yengil bo'lgan tomonni tanlaydi-yu, lekin boshqalarning vaziyatiga kelganda chiroyli aql o'rgatib, bunaqa qilsa yaxshi bo'lardi, bunaqa qilsa yaxshi bo'lardi deb aytadi degan ekan. Bu qissadan har kim o'zi uchun bitta hissa chiqarib oladi.